9-yanvar 2026-yil Toshkent, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Rustamel avtobusimiz yo'lga chiqib ketyapti. Mana avtobuslarimiz yangi, komfort. Hamma klientlarimiz joylashdi, mana hammasi o'tiribdi. Murojaat uchun Rustamel telefonlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Telegram kanalda yozib qo'yamiz. Mana hammasi joylashib. Hammaga oq yo'l, yaxshi yetib olinglar. Safarlaringiz bexatar bo'lsin. Avtobuslarimiz holati mana shunaqa. Televizorlarimiz bor, hamma narsalarimiz bor. Wi-Fi, televizor, hammasi. Xudo xohlasa avtobusimiz jo'nab ketdi. Bizni stoyanka Zavokzalni 14 adashmang. Ko'pchilik adashib Tagansk tomon ketib qolyapti. Biz faqat shu yerdan jo'natamiz mana. Yangi Pumaysto oldi yaqin bizga. Ostanovka Xvodokombinat. Bugun 2-dekabr. Toshkent, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Rustamel avtobusimiz yo'lga chiqib ketyapti. Avtobuslarimiz yangi. Hamma sharoitlarimiz bor. Wi-Fi, konditsioner, ana choy ichishga choy kipchilik qulayliklarimiz ham bor. Rustamel kanaliga yozilamiz, Telegram kanaliga. Toshkent, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Rustamel. Bemalol murojaat qilaveramiz. Hammaga oq yo'l. Salomat bo'ling. Yaxshi yetib olinglar. Rustamel avtobusi. Bugungi отправка xudo xolasa. Xohlasa Toshkent, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Rustamel avtobusimiz yo'lga chiqyapti. Yo'q, bismillah. Tak, mana xudo xolasa Toshkent, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Rustamel avtobusi. Akalar hamma yaxshi joylashdimi? Jalbi yo'limizga avtobus qanaqa, yaxshimi? Mana xudo xolasa Toshkent, Chelyabinsk, Yekaterinburg, Rustamel avtobusimiz yo'lga chiqyapti.